Shu muzikani men o'rnatib olganimdan keyin bana muzikani o'chirib bering deyapman. Xizmatni o'chirmoqchimisiz umuman? Ha, o'chiring deyapman. Hop. Mendan olib pulni ham qaytarib bering deyapman. Nimaga endi? Qaytarib beradi. Kim qaytarib beradi? Bana musiqaga pulni oldi-ku. Yo'q, uni qaytarib bo'ladi. O bo'lgan-ku musiqani. Endi uni pulni qaytarmaymiz biz. Yo'q, men sizga qaytarib beryapman musiqangizni. Bunda qaytarib bermang. Ha. Sizga kerak emas musiqangiz. Yo'q, bitib sotib endi olmaslik nimasi bu? Nima ishlating, sotib oldingizmi? Magazinga borib kiyim olsangiz, shu pulni berganingizdan keyin qayta olib ketsa sizdan olishmaydi-ku. Xuddi shunaqa narsa bizga ham xizmat beradi. Bo'ldi, siz sotib olgansiz. Yo'q, qarang. Men bo'lmasa, hech bo'lmasa bir 20